Juda oson ikki harakatimiz bor. Qila olsangiz 20 lira beramiz. Rozimisiz? Mayli, roziman. Roziman. Xo'p, ilk harakatni tushuntiraman. Qo'llaringizning kafti tizzangizga tegadi. Qo'llarimning kaftimi? Xuddi shunday. Bo'ldi. Xuddi shunday. Biroz egiling. To'g'ri. Xuddi shunday. Tizzamgami? Xuddi shunday. Biroz egiling. Bo'ldi. Xo'p, endi ikkinchi harakatda tizzalaringiz, kaftlaringiz va peshonangiz yerga tegadi. Kaftlaringiz va peshonangiz. Bo'ldi. Aynan shunday. Shundaymi? Ha, shunday. Yutdingiz. Bu qadar oson, ya'ni. Mana pulingiz. Sizning mukofotingiz. Marhamat oling. 20 lira uchun bu harakatlarni qila oldik. Alloh rizosi uchun nima uchun bularni qila olmaysan? Juda o'rinli savol. Bu suhbat menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Men juda ham uyaldim. 20 lira uchun qilaman, jannat uchun qilmayman. Inson uyaladi. Va bu 20 TLni qaytib berishni his qilyapman. Vallohi. Juda uyalyapman, noqulay his qilyapman. Bu suhbat manfaatli bo'ldi. Tashakkurlar. Arzimaydi, sizga ham rahmat. Bu videoni ulashsak bo'ladimi? Albatta.